Programımızın yıllık hal kılgıç naq meydan müsabakası. Hammalarning kelgan qatnashlarga marhaba, xush kelibsizlar. Riyasatchi do'stlar Isoq Sulaymondan hammalarga muhabbat salom. Riyasatchi do'stlar Farizat Anvardan har biringlarga o'ttiq salom, oliy ehtirom. Xo'sh, Farizat. Bizning Nava programmamiz yo'l qo'yilgan 2 yildan buyon xalqimizning qizg'in yaxshi ko'rishiga shundaqli qo'llashiga erishib keldik. Nava programmamiz qatnashgan mahirlarmi qatma-qat o'tganlardan o'zining tirishchanligi, jasorati, irodasi, o'zining tirishchanligi bilan o'tib nurg'un muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Aytdim, to'g'ri aytdingiz. Mana bugungi yillik hal qilg'ich musobaqamizga qatnashgan 9 mayirimiz haftalik yulduz, oylik yulduz bosqichlarini g'alabalik tamomlab, yerim hal qilg'ich musobaqaga qatnashgan 15 mayir ichidan tanlab chiqilgan 9 kuchlik mahir. Shundaq bizning bugungi bu hal qilg'ich musobaqamiz nihoyatda keskin ilib berildi. Mahirlar qo'yilgan talabmi shunchalik yuqori. Demak, bugungi yillik hal qilg'ich musobaqamizga qatnashgan 9 mayirni biz 3 guruhga bo'ldik. Ya'ni har bir guruhida 3 mayir musobaqaga tushadi. Har bir guruhdan bir mahir tanlab chiqilib, 3 guruhdan tanlab chiqilgan 3 mahir, ya'ni qayta musobaqaga tushish orqali yillik cho'lpon tanlab chiqiladi. Shundaq mahirlarimizga omadlar yor bo'lsin. Bugungi naq maydonga qatnashgan bizningki mahirlarimiz o'zining numurlarini naq maydonda o'rinlaydi. Ya'ni bizningki muzikantlarimiz naq maydonda tankash qiladi. Sizlar ko'rib turayotgan bu muzikantlarimiz bo'lsa, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik muqam san'at o'mikining muzikantlari. Xush kelibsizlar, qarshi olamiz. Müzik yetakchisi ataqlıq muzikant Abdusamet Sabir efendim. Qarshi olamiz. Bizning bugungi bu hal qilg'ich musobaqamizga bizning baholovchi ustozlarimiz shunaqla al sevgan san'atkorlarimiz qatnashdi. Xo'p, oldi bilan biz baholovchi ustozlarni bir tunishtirib o'tgan bo'lsak, ataqlıq naqshchi san'at tadqiqotchisi Abduzrahim Erkal efendim. Qarshi olamiz. Dilshod Raydin efendim. Qarshi olamiz. Abdurrahman Ayıp efendim. Qarshi olamiz. Ataqlıq naqshchi davlatlik birinchi darajali kompozitor Eminjon Yusuf efendim. Qarshi olamiz. Hamrongul Abduqodir muallim. Qarshi olamiz. Demak, yuqorida 5 aziz baholovchi ustozimiz bo'lsa, mahirlarimizga naq maydonda baho so'z berdi hamda numar qo'ydi. Shundaq bizning baholovchi ustozlarimizdan sirt yana bizning al sevgan san'atkorlarimizni yetib keldik. Bizning san'atkorlarimiz mahirlarning numarini ko'rgandan keyin naq maydonda mahirlarimizga numar qo'ydi. Undaqda biz san'atkorlarni bir tunishtirib o'tgan bo'lsak, shundaqla bugungi yillik hal qilg'ich musobaqamizga qadam tashrif qilgan naq maydondagi azizlar, sizlarni o'zingizlarning qizg'in chavqinlar bilan qarshi olamiz. Xush kelibsizlar. Oldi bilan biz bugungi hal qilg'ich musobaqaga qatnashgan 9 mahirni qizg'in chavaklarimiz bilan sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Alqışlarda ko'klaydi. Mahirlarimizni qizg'in qarshi olamiz. Xush kelibsizlar. Bizning bugungi bu 9 mahirimiz ko'rmanlarimizga, shundaqla tomoshabinlarimizga notanish emas. Shundaq bo'lsa-mu, mahirlar oldi bilan o'zining salomini bir yo'llasinmi? Xo'sh, undaq bo'lsa, birinchi nomerlik mahirimiz Men Aqsuvat mahirisidan birinchi nomerlik mahir Mardan Qavulov. Pishanbekchidan Osmonjondan Laymonlar o'tiq salom. Güzel yurt Unsudiyadan kelgan askarlardan oliy salom. Güzel Lidiyadan Julius Noisli kelgan Akram Quyurdan Laymonlar o'tiq salom. Oliy ehtirom. Güzel Shehodiyatdan kelgan Mahmud Muhammaddan hammalarga salom va oliy ehtirom. G'o'jadiyardan kelgan Asiya Ibrohimdan hammalarga o'tiq salom, oliy ehtirom bo'lsin. Otishlardan kelgan Ro'zanat Abdurahmondan hammalarga o'tiq salom va oliy ehtirom. Qashqar Fayzvatdan kelgan Osimguldan hayot qaysanlar o'tiq salom. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, hammangizlar Otishlardan kelgan Abdullajon Abdurashiddan o'tiq salom, oliy ehtirom. qarshi olamiz. Demak, mana bugungi hal qilg'ich musobaqaga qatnashgan 9 mahir bilan qisqacha tanishib o'tdik. Agar bizniki 9 mahirimizning ichida ikkinchi bo'lgan mahirimizni Urumchi romantik xalqaro sayohat sherkiti Turkiyaga sayohatga o'rinlashtirdi. Uchinchi bo'lgan mahirimizni o'xshashlar Urumchi romantik xalqaro sayohat sherkiti Dubayga sayohatga o'rinlashtirdi. Munavvar mahirlarimiz, ya'ni munavvar bo'lgan 6 mahirimizni Urumchi romantik xalqaro sayohat sherkiti Sanyaga 6 kunlik sayohatga o'rinlashtirdi. Sizlarga omad yor bo'lsin, omad tilaymiz.
Unda bo'lsa, bugungi yillik hal qilg'uch musobaqamizni rasmiy boshlab ketgan bo'lsak. Bo'ldi, undaqda tövəndə biz birinci qrupdagi mahirlərimizin nomerlərini ko'rib baxan bo'lsak, boshqa mahirlar tövəngə tushib tayyorlik qilsanglar.
Yurtqa tuzilgan buradan bizler dostlarga rishtimiz manda bizler yürekte saklangaç vafanın levzi şunlaşka bu yaştek vurane bizler bu yaşlı bilsem işken aptattım zatimiz sorsam apraps yaptım her hatmi kazgan biz go'yi qopdim oshiqlik babida yegona bizlar so'ralsa hikmatli suol javobi eshilgan bo'lg'achqa buvam farobi tashqarida ulug'du mahmud tavobi bizlarga tursam tangrim yedim tog'larda qarsam ajoyib tirim qarsam tugaydu ko'zim yedim
Hürmetli televizyon köylüsü köratlarınla, Ürüm Televizyon Stansı bilen Şinjan ve Sivot Medeniyet Tarıqı şirketi birlikte işleyen Kızılkala vitaminli kuvvet içimliği olayga hemkarlaşkan Yeni Nava programısının yıllık hal kılgıç Nahmeydan müsabakası. Şundaq bizden birinci grupdaki mahirlerimiz bayatını özün numurlarını köstüpedi. Ondaqdan tövendeki bahalıqç ustazlardan bahalarını anlap bakan bolsak. Birinci numurluk mahirimiz Merdan'a fikirimiz koyup baksak. Merdan'ın orulgan bu naksi Nava kıldım degan şundak mı? Bunu seni bir tursun mu etkan şundak ha? Bu nakşını yama yaxşı igeldepsiz. Purak şivilerini iliş. Meyde udar purak şivilerini ilişte nakşını mükemmel igeldepsiz. Tekislerini ilişte hemmizde gap yok. Endi sahnede sizin şu ahırkı basmışta boğardaki azırak ciddilik çıkar mı? Üçüncü Gobult'un birinci mısırası kiremeye kaldınız. Bir söz kıyıp kaldı. Evcil azırak avazsız kıyıp kaldı. Asıl şartın soğuk şundak yaxşı oldunuz. Bırak avazda azırak yani bir cansızlık var. Siz avazı kontrol kılıp etimende orladınız bu nakşini. Avazda azırak bir cansızlık payda buldu. Lekin en ahıra bir küçeyde ondan orladınız bunu. Sizge Ahmet Yarmasov tutulayım. Üçüncü numaralı mahirimiz Eskar. Bizler degen bu nakşını hakikaten yaxşı orladınız. Yap yok. Meşgul, resmi kıpsız bunun da. Cık meşgul kıpsız. Evcide avazda azırak yeri. Kendi şu an. Kendi yerlerde biraz kıyınaldı alırdı. Ama lekin başına nispeten etkanda nakşını pakiz Elbilik orladınız. Ahmet Yarmasov. Rahmet. Rahmet. İkinci numaralı Mahir Osmancan Mahmut. Şundak mı? Osmancan Mahmut'ta. Ha, Osmancan Mahmut. Bu Osmancan mukamına nayeti yaxşı oruludunuz. Çünkü hazırkı devrimizde mukamını, bulapmı mukamının mukaddimisi var. Muşundak eserlerini orulaydıgan bizning nakşçilerimiz sel azırak bolup kaldı. Çünkü muqam bizningki Uyghur halkının bir faxrimiz. Endi dunyoga dаңlıq bo'lgan mush muqamimizni cho'qim muqaddimidan tortib yaxshi o'rilishimizga tegishli. Siz aytdi, o'dan ovozingizning to'g'ri ekan, chiroyli ekan. Yaxshi o'rinlab berdingiz. Chekitmadan tortib salqigacha aytdi, ravon. O'dan ifodalab berdingiz, yaxshi o'rinladingiz. Bunga rahmat aytaman. Ama muqaddimada ovozingiz azroq chiqib ketdi. Buni o'zingiz his qilgansiz. Bundan keyin mushtarafni siz hal qilib ketsangiz, nihoyatda yaxshi bir muqam ustozi bo'lishga tegishli ekan deb qaradim. Sizga omad yor bo'lsin. Mening bugun asosan his qilganim endi uchunlarda masalan birinchi numaralı mayr, ikkinchi numaralı mayr, uchinchi numaralı mayr desak, masalan hammamizningki aytgan naqshi bir-biriga o'xshamaydi. O şivi cihetten, onunki o'rin jihatdan shundaqmi, qalsirayning jihatdan bir-biriga o'xshamaydi. So'ng bir-biriga o'xshamagan holatdagi naqshlarni o'xshamagan holatda o'zlarining xosligi bilan o'rildilar. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Endi kamchiliklarni ustozimizdan o'tdi. Nahmeydan aytgankin kamchiliklar bo'lib qolishi mumkin. Shunga bu uchunlarningki men endi hozir yuqorida o'tgan yeni desam, yeni shu abyamqa ba'zi masalalar yuz berib qoldi. Shunga men endi qolganni yil numar qo'yganda qo'ymaymiz. Endi eng oxirgi gapim, eng oxirgacha davomli bel qo'yayotgan tirishinglarni. Mana yuqoridagi bazı ustazlarimizning bahosini anglab o'tdik. Unda bo'lsa, bizning birinchi numurliq mahirimiz Merdan Qovul. Qancha numaraga erishdi ekan? Balg'ut ustozlar numar taxtanlarni ko'chöpleri. Eminjon Yusuf efendim 9.10 numar. Abdurrahman Ayıp efendim 9.7 numar. Abdülazim Erkal efendim 8.9 numar. Emragül Abdülkadir Muallim 9.7 numar. Dilşat Raydın efendim 9.7 numar. Tattar Rahim efendi 9.7 numar. Arzugül Tursun Hanım 9.8 numar. Farida Mahmud Hanım 9.172 numar. Mevlunur Abdülhamid Hanım 9.17 numar. Aytullah Allah Hanım 9.17 numar.
Shahzodam Ahmad xonim 9 numar. Abdurahim Abliz apandi 9.6 numar. Turg'un Turaxun apandi 9.7 numar. Farhat Abid Cho'g'lan apandi 9.7 numar. Muborak bo'lsin. Undaq bo'lsa biz 1-numurluq mayrimizning numeri chiqcha, hamda bog'lovchi ustozlarimizni bizning 2-numurluq mayrimiz Osmonjon Hamid uchun numeringlarni bir qo'yib bakkan bo'lsanglar. Undaq bo'lsa 2-numurluq mayrimiz Osmonjon Hamid qancha numarga erishdi ekan? Eminjon Yusuf apandim 9.7 numar. Abdurahmon Ayub apandim 9.9 numar. Abdurrahim Erkal apandim 9.8 numar. Emragül Abdülkadir Muallim 9.9 numar. Dilşat Raydın efendim 9.9 numar. Fattar Rahim efendim 9.9 numar. Arzugül Tursun hanım 9.9 numar. Farida Mahmud hanım 9.8 numar. Mevlunur Abdülhamid hanım 9.8 numar. Aytullah Ala hanım 9.9 numar. Shahzodam Ahmad xonim 9.8 numar. Abdurahim Abliz apandi 9.9 numar. Turg'un Turaxun apandi 9.8 numar. Farhat Abid Cho'g'lan apandi 9.8 numar. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Xo'sh, unda bo'lsa biz 3-numurluq mayrimiz Asqar Anvarning numerini bir ko'rib bakkan bo'lsak, bog'lovchi ustozlarimiz Asqar Anvarga qancha numar berdi ekan? Eminjon Yusuf efendim 9.7 numar. Abdurahmon Ayub efendim 9.8 numar. Abdurrahim Erkal efendim 9.2 numar. Emragül Abdülkadir Muallim 9.8 numar. Dilşat Raydın efendim 9.7 numar. Fattar Rahim efendim 9.8 numar. Arzugül Tursun hanım 9.8 numar. Farida Mahmud hanım 9.8 numar. Mevlunur Abdülhamid hanım 9.7 numar. Aytullah Ala hanım 9.8 numar. Shahzodam Ahmad hanım 9.8 numar. Abdurahim Abliz apandi 9.8 numar. Turg'un Turaxun apandi 9.8 numar. Farhat Abid Cho'g'lan apandi 9.8 numar. Muborak bo'lsin. Birinchi maydondagi 1-numurluq mayrimiz qancha numarga erishgandi? Birinchi maydondagi 1-numurluq mayrimiz Mardan Qovul. Yuqori numar 9.8 bilan tuvan numar 8.9 numar elib tashlangandan keyingi oxirgi o'rta hisobdagi numeri 9.163 numar. Muborak bo'lsin. Bizning birinchi guruhdagi 2-numurluq mahirimiz Osman Hamid apandi yuqori numar 9.9 bilan tuvan numar 9.7 numar elib tashlangandan keyingi eng oxirgi o'rta hisob bilan chiqilgan numar 9.185 numar. Muborak bo'lsin. Bizning birinchi maydondagi 3-numurluq mayrimiz Asqar Anvar erishgan umum numar bo'lsa, yuqori numar 9.8 bilan tuvan numar 9.2 elib tashlanib oxirgi numeri 9.775 numarga erishdi. Muborak bo'lsin. Demak, bizning birinchi guruhdagi 3 mayrimizning orasidan chiqadigan bir mayrimiz o'zingizni bilib va oldingizga bir qadam chiqsangiz bo'ldi. Osman efendim, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qo'shimda bo'lsa bizniki munavvar maylarimizni o'xshashda qarshi olamiz. Baytin deb o'tganimizdek, bizning munavvar maylarimizga Urumchi romantik sayohat shirkati sayyoga 6 kunlik sayohatga o'rlashtirdi, berib o'ynab kirasizlar. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Japajak. Qo'shimda bo'lsa Osman efendim siz yana bir qismda musobaqaga tayyorlik qilishtirgan bo'lsangiz, rahmat. Güllesizlerimiz sizler için kutulkan bolsanglar. Muborak bo'lsin. Japajak tanlar. Alat o'xshashlar bizning munavvar maylarimiz sayyoga 6 kunlik sayohatga borisizlar. Sayohatingiz ko'ngillik bo'lsin. Hurmatli televizor ko'rgizlar ko'rayotganlar, Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjong va Siyot madaniyat taraqqiy chekish shirkati birlikda ishlagan Qizil kalo vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan yangi navo programmasining yillik hal qilg'ush naq maydon musobaqasi. Shundaq yuqorida bizning birinchi guruhdagi mahirlarimiz o'zining nomerlarini ko'rsatdi. Endi biz
dün akşam bakka girsem Allah şifu Allah şifu olmayları kızıl gülbek yerge düşüp yerge düşen olmayları yapıydı bu sen yapıydı bu sen Könlümdeki şu yalanım ömrümü bu sen yerge düşken olmayalım yapıydı bu sen yapıydı bu sen Könlümdeki şu yalanım ömrümü bu sen Baktan çıkan olmayladı çok iyi halım bir çok iyi halım Kızımın yarına koynumda saldım Kızımın
Xo'sh, hurmatli aziz mehmonlarimiz, mana bizning ikkinchi guruhdagi 3 mayrimizmi o'zining nomerlarini ko'rsatib o'tdi. Shundaq, unda bu tavanda baholag'ich ustozlarimizning baholarini anglab boqqan bo'lsak, Marhamat. Assalomu mayirlar. Hammalarga muborak. Nayt yaxshi o'rindigan naqshini. Endi men tafsir deb o'tsam 4-numurlik mayirimiz Mahmud Mehmet. Ovozni mana naqshidagi ovozingizni bir taraf qilishingiz, yuqori to'g'anni masalan yoki qisilish yoki boshqa qiyinchilik yo'q. Nayt ochiq, yuqori to'g'an ovozni yaxshi bir taraf qildingiz. Naqshini o'rilishingiz nayt yaxshi bo'ldi, ifodalashingiz. Endi ovozda jihatimi bir ovoz qilishlar bo'lmadi. Shuna yaxshi o'rlab tadingiz. Sizga amalgar bo'lsin. 6-numurlik mayir Akram ovozi yangroq, ovozning to'rba. Shunda yaxshi ovoz bilgan ishkinjiqdan anglashim. Shunda yaxshi etdi. Naqshni yaxshi o'rladingiz, hammalarni yaxshi qarshi oldi. Ikkinchi kupletninki shu to'ng tushgan ovozda sal muzikadan sal egizikib qolgan yeri bor. Mushunga diqqat qilib ketsangiz, lekin texnik yaxshi bo'lib ketdi. Sizga omadlar bo'lsin. Hammalarga omad tilayman. 4-numurlik mahirimiz Mahmud Muhammed. Ko'rinib turdi, xilil tirishibsiz. Bo'libmi sizning haftalik oylik bosqichlarda butunlay biz mishab shahid bo'lgan, siz burunqi bosqichlarda butunlay ommabop uslubdagi ko'proq mushu ommabop uslubdagi naqshlarni aytib kelgan. Endi bundaq o'zimizning Uyg'ur chalg'u asoblarining tankish bilan milliy uslubdagi naqshni aytishingiz mening cho'qim tunjiq etim. Shundaqmi? Ko'rinib turdi, o'tgan bosqichlar qaraganda sizda cho'ng ilgirlash bor. Tutgan yo'lingiz to'g'ri. Bugungi oydin oqshom nomli bu naqshinimi bir qadar yaxshi o'rinlab tugatdingiz. Bu men o'ylayman sizning cho'qim hayotingizdagi bir cho'ng sakna bo'libmi yillik sakna. Siz o'zingizning jafoliq amaliy tirishishingiz orqali mushu saknaga hozir qadar ulinib kelyapsiz. Kerak yo'q, davomli tirishing, sizga omad tilayman. 5-numurlik mahirimiz Asiya Ibrohim. Asiya Ibrohimni bugun hammamizga tanishlik bo'lgan Bulbul nomli naqshinimi o'zingizning mushu mos sharoitingizga moslashtirib, o'zgacha uslub bilan o'rinladingiz. Gerçi şu pıraqları taze to'liq mukammal etilmagan bo'lsa-mu, lekin o'zingizning ma'vu ovozing'izdagi bir xil pokiz yorug'likni yarqin ifodaladingiz. Sizga omad tilayman. Rahmat ma'lum. 6-numurlik mayir, ovoz dayringiz keng, ovoz sharoitingiz yaxshi. Yuqoridagi vatan nomli naqshini yaxshi ijro qildingiz. So'zlaringiz ochiq. Diqqat qilgan taraf tuvan ovozda sallilik dasmay qoldi-da. Uning ustiga tuvan ovoz rayonidagi so'zlaringiz ochiq bo'lmay qoldi. Mushtaraflarga diqqat qilsangiz, texnik yaxshi ketadi. Hammalarga omad yo'llayman. 5-numurlik mayir, ovoz doirangiz yuqori degandek keng. Ovoz tushingizmi yetimlik, suzuk ham jaranliq. Yuqoridagi bulbul nomli naqsha bu hamma xalqimiz tanishlik naqsha. Bunun biz ikisini Abdurishtoqda sözünü eliz yazgan uzun yıllar bo'ldi bu naqsha kelayotganiga. Sizmi bu naqshining so'zlarini nayt ochiq ravan yaxshi ijro qildingiz. Naqshiningki muzikalik o'yintishlaringiz yaxshi. Bunun ustiga yana birisi sizningki shu sahnaga talabchanligingiz nayt yaxshi. Nurg'un bosqichlarda qatnashdingiz. Sizning sahna axloqingiz yaxshi. Shu sahna bo'lgan maslashchanligingiz nayt yaxshi bo'ldi. Omad yor bo'lsin. Rahmat ma'lum. Demak, bizniki ikkinchi guruhdagi 3 mayirimizga bog'liqchi ustozlarimiz qimmatli baholarni berib o'tdi. Unda bo'lsa, 4-numurlik mayirimiz Mahmud Mehmet qancha numurga erishdi ekan? Bog'liqchi ustozlar numur ko'rsatdi. 9.7 numur. Muborak bo'lsin. Abdurrahman Ayub Muallim 9.8 numur. Abdulaziz Erkal efendim 9.7 numur. Hemragil Abdülkadir Muallim 9.6 numur. Dilşat Raydın efendim 9.6 numur. Tattar Rahim efendi 9.8 numur. Arzugül Tursun Hanım 9.7 numur. Farida Mahmud Hanım 9.7 numur. Mevlunur Abdülhamid Hanım 9.7 numur. Aydullah Allah Hanım 9.7 numur. Şahzade Mehmet Hanım 9.7 numur. Abdurrahim Abliz efendi 9.7 numur. Turgun Turahın efendi 9.7 numur.
Ferhat abi Çoğlan efendi 9,10'dan 6 numar mübarek olsun. Xo'sh, unda bo'lsa bizning 5 numurlik mayirimiz Asiya İbrahim qancha numurga erishdi ekan? Balg'ut ustozda numur ko'rsatsanlar. Eminjon Yusuf efendim 9,8 numar. Abdurrahman Ayıp efendim 9,9 numar. Abdülazim Erkal efendim 9,9 numar. Emragil Abdülkadir Muallim 9,9 numar. Dilşat Raydın efendim 9,8 numar. Hatta Rahim efendim 10 numar. Arzugül Tursun hanım 9,9 numar. Feride Mahmut hanım 9,9 numar. Mevlunur Abdülhamid hanım 9,9 numar. Aydullah Allah hanım 9,9 numar. Şahzade Mehmet hanım 9,8 numar. Abdurrahim Abliz efendi 9,9 numar. Turgun Turahun efendi 9,9 numar. Ferhat abi Çoğlan efendi 9,8 numar. Mübarek olsun. Xo'sh, bizning 6 numurlik mayirimiz Akram Qiyum qancha numurga erishdi ekan? Balg'ut ustozda numur ko'rsatsanlar. Eminjon Yusuf efendim 9,7 numar. Abdurrahman Ayıp efendim 9,8 numar. Abdülazim Erkal efendim 9,6 numar. Emragil Abdülkadir Muallim 9,7 numar. Dilşat Raydın efendim 9,8 numar. Hatta Rahim efendim 9,9 numar. Arzugül Tursun hanım 9,8 numar. Feride Mahmut hanım 9,8 numar. Mevlunur Abdülhamid hanım 9,6 numar. Aydullah Allah hanım 9,8 numar. Şahzade Mehmet hanım 9,9 numar. Abdurrahim Abliz efendi 9,8 numar. Turgun Turahun efendi 9,10 numar. Ferhat abi Çoğlan efendi 9,9 numar. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Hürmetli televizyon ko'rguvchilar ko'rayotganinglar, Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjong va Siyot madaniyat taraqqiy chekish sherikatida birlikda ishlagan Qizil kalo vitaminli quvvat ichimligi alohida hamkorlashgan yangi navo programmasining yillik hal qilg'uch naq maydon musobaqasi. Biz mush munosabat bilan navbatdagi o'rinlarga alohida rahmatimizni aytamiz. Xo'shallik to'y mulozmat markazi. Devon Tashqi sud shaharchisi Universal bino 4-qavat 12-do'kon Muxlisa Gulchiligiga alohida rahmatimizni aytamiz. Shuning bilan birga yana Shinjong Taita xalqaro sud chekish sherikati, Shinjong O'singil sud chekish sherikati, Urumchi Romantik xalqaro sayohat sherikati, Shinjong Shahlo xalqaro sud chekish sherikati, Shinjong Intil madaniyat taraqqiy chekish sherikati, Shinjong Qalb dasturiy madaniyat taraqqiy chekish sherikati, Shinjong Anbar xalqaro sud chekish sherikati, Eli Nafis Qatmuqum Güzel san'at sherikati, Shinjong Ulunish to'r texnika chekish sherikati, shundaqla Shinjong Nafis to'r qurilish chekish sherikatiga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Shuning bilan birga yana riyosatchining kiyimini ta'minlagan yo'lliq xalqaro sud chekish sherikati yo'lliq kiyimlariga alohida rahmatimizni aytamiz. Rahmat. Undan boshqa yana riyosatchini paydallagan Atirkul Kelinchak Karimxonsiga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Bizning bugungi yillik hal qilg'uch musobaqaga qatnashgan 9 mayirimiz ichida yillik cho'lpon tanlab chiqilsa, yillik cho'lpon diyorimiz xonim qizlarimizning go'zalligi uchun untinsiz izlanib kelayotgan O'singil xalqaro sud chekish sherikati ta'minlagan bir avtomobilni ishlatish huquqiga erisha oladi. Onundan başka bizden 2 dereceye erişken mayirimiz bolsa Urumchi Romantik xalqaro sayohat sherikati bu mayirimizni Türkiye'ye sayohat ko'rlashtirdi. 3 dereceye erişken mayirimiz bolsa o'xshashlar Urumchi Romantik sayohat sherikati Dubayga sayohat ko'rlashtirdi. Bizden qilib qolgan 6 munavvar mayirimizni yana o'xshashlar Urumchi Romantik xalqaro sayohat sherikati sayyoga 6 kunlik sayohat ko'rlashtirdi. Barliq mayirlarimizga ko'ngillik sayohat yer bo'lsin. Xo'sh, unda bo'lsa, ikkinchi guruhdagi 3 mayrimizning natijasi chiqdi. Ikkinchi guruhdagi 4-numurlik mayrimiz Mahmud Mamat, yuqori numar 9,8 bilan tuvan numar 9,6 elib tashlanib o'tir hisob bilan chiqqan numar 9,169 numar. Muborak bo'lsin. Bizning ikkinchi guruhdagi 5-numurlik mahirimiz Asiya İbrahim. Yuqori numar 10 numar bilan tuvan numar 9,8 numar elib tashlanib, oxirgi o'tir hisob bilan chiqqan numar 9,187 numar. Muborak bo'lsin. Bizning ikkinchi guruhdagi 6-numurlik mayrimiz Akram Qiyumning erishgan numari yuqori numar 9,1 bilan tuvan numar 9,6 elib tashlanib, chiqqan oxirgi numar 9,179 numar. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Xo'sh, hamda bizniki yana bir kuchlik musobaqa maydoniga kirgan 5-numurlik mayrimiz Asiya İbrahim muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Siz keyingi bosqichga tayyorlangan bo'lsangiz
ikki munavvar maylarimizga o'xshashlar ko'ngil so'g'imiz bor. Yana sizlarni sayyoga, sayohatga o'rinlashtirdik. Urumchi romantik xalqaro sayohat kooperativi sizlarni sayyoga 6 kunlik sayohatga o'rinlashtirdi. Muborak bo'lsin. Sayohatinglar ko'ngillik bo'lsin. Sizlarni ko'p jafo chekdinglar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Buningdagi barliq ishlaringizga omadlar yor bo'lsin. Rahmat sizlarga. Qizg'in olqishlarimiz bilan o'sib qo'yganlikda rahmat. Xo'sh, mana bizniki ikkinchi guruhdagi 3 mayrimizning natijasi mo chiqib bo'ldi. Shundoq bo'lsa biz 3-guruhdagi 3 nafar mahirimizning nomer
Altın telmürüp yürüdü. Bulup işki pervane. Acem sırdardım dilber, kılıp köngüm veyrane, veyrane, veyrane. Kılıp köngüm veyrane. Xo'sh, mana bizning 3-guruhdagi 3 mayrimizmi o'zining nomerlarini ko'rsatib o'tdi. Shundoq, undaq bo'lsa, tövəndə biz bahalığıcı ustazlarımızdan bahalarını anlap bakan bolsak. Endi bizning Asim Gul axloq odam zinnati. Bu naqshimi hamma keng xalqimizga bakla tanish bo'lgan bir naqsha. Erlametdi bu naqshni. Tunji qadimiqil Aysham Qiyim ustozimiz aytgan, ha? Naqd deyman, axloq odam zinnati. Bu naqshimiz bak yaxshi. O'sha qarimi o'rnida kasıtlıdır. Hazır köpler mezunu bek yaxşı boğaşqa, yaman cıq naqşlar ügünüp itibatıdır. Sizin bu naqşını səhnədə bugünkü oruluşunuz nadim caydı oldu. Çok yaxşı oruldunuz. Avaz çıxırış cəhətdə, həmmi cəhətdə qayğan, yoki çıxətdə yerləri yox. Yani nisbətən etqançalı bu naqşını nadim muvaffaqiyətli fakız oruldunuz. Sizə amətləyəm. Rəhmət. Yukarıda 7. numaralı mayır bağlıqçılar degende anam Kunuhan, adam Karvan degen nakşını
kuchlik muzikalik hissiyotlarga oid ta'sirli ijro qildingiz. Omad yor bo'lsin. 9 numurlik mayirmi ovozi yuqori. Shu navo sahnasida boshdan oxiri yuqori ovoz rayonida naqsh aytib kelyapsiz. Endi yuqori va ovozlarning tuvan qismi va o'ttiri bundaq emas. Butunlay sizning ovozingiz yuqori bo'lg'achqa hamma naqshni nayt qizg'in hissiyotlar yuqori ovoz rayonida nayt yaxshi aytib keldingiz. Yuqoridagi Dilbar nomli naqshini haqiqatan yaxshi ijro qildingiz. Sizga omad yor bo'lsin. Asımgül Yasin, Əxlaq Adam Zinneti namlıq naqşını etkərsiz. Bu naqşını anlapla ben Nava programımızın bultur yıllık səknimizdə, yıllık musabıqada birinci yıllık. Bizning Bilal Enver namlıq bir mahirimiz, Əxlaq Adam Zinneti namlıq naqşı bilen yıllık 3. derecelik mukafatqa erişken. Şu Bilal'ın etkinini əslab oturup Asımgül'ün etkinini anladım. Hakikaten bugün siz şunçilik merdane, temkin, yaxşı orunlap berdiniz. Sizge omad tilayman. Mana yuqorida balg'uchi ustozlarniki bahasini anglab o'tdik. Unda bo'lsa balg'uchi ustozlarimiz bu 3 mayrimizga ayrim qancha numar berib ekan. Oldi bilan biz 7-numurlik mayrimiz Roza Haj Eminjon Yusuf apandan 9.10 numar. Abdurrahman Ayıp efendim 9.195 numar. Abdülrahim Erkal efendim 9.10 numar. Emragül Abdülkadir Muallim 10. Gülşat Raydin efendim 10. Sattar Rahim Efendi 10 numar. Arzugül Tursun Hanım 9.9 numar. Feride Mahmut Hanım 10 numar. Mevlunur Abdülhamid Hanım 10 numar. Aytullah Allah Hanım 9.9 numar. Şahzade Mehmet Hanım 9.9 numar. Abdurrahim Ablis efendim 10 numar. Turgun Turahun efendim 10 numar. Ferhat Abid Çoğlan efendim 10 numar. Mübarek olsun. Mübarek olsun Rozacı. Unda olsa sizden 8. numurluk mayırımız Asımgül Yasin kaç numara erişedi ekan? Balg'uchilarimiz bir numar ko'rsatib baqqan bo'lsa. Eminjon Yusuf efendim 9.185 numar. Abdurrahman Ayıp efendim 9.185 numar. Abdülrahim Erkal efendim 9.18 numar. Emragül Abdülkadir Muallim 9.9 numar. Dilşat Raydin efendim 9.9 numar. Sattar Rahim efendim 9.8 numar. Arzugül Tursun Hanım 9.8 numar. Feride Mahmut Hanım 10 numar. Mevlunur Abdülhamid Hanım 9.185 numar. Aytullah Allah Hanım 9.8 numar. Şahzade Mehmet Hanım 9.8 numar. Abdurrahim Ablis efendim 9.195 numar. Turgut Rahun efendim 9.9 numar. Ferhat Abid Çoğlan efendim 9.8 numar. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Hoş, unda olsa bizden 9. numurluk mayrimiz Ablacan Abdurrişit. Daha kaç numara erişedi ekan? Balg'uchilar numar ko'rsatgan bo'lsalar. Eminjon Yusuf efendim 9.9 numar. Abdurrahman Ayıp efendim 9.8 numar. Abdülrahim Erkal efendim 9.185 numar. Emragül Abdülkadir Muallim 9.8 numar. Dilşat Raydin efendim 9.8 numar. Sattar Rahim efendim 9.9 numar. Arzugül Tursun Hanım 9.9 numar. Feride Mahmut Hanım 9.198 numar. Mevlunur Abdülhamid Hanım 9.8 numar. Aytullah Allah Hanım 9.8 numar. Şahzade Mehmet Hanım 9.9 numar. Abdurrahim Ablis efendim 9.9 numar. Turgun Turahun efendim 10 numar. Ferhat Abid Çoğlan efendim 9.9 numar. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Hoş, bizden 3. grupdaki 3 mayrimizden neticesi çıktı. 3. grupdaki 7. numurluk mayrimiz Rozacı Abdurrahman. Yuqori numar 10 bilan tuvan numar 9.9 ilib tashlanib, oxirgi numari 9.196 numar. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Bizning 3. grupdagi 8 numurlik mahirimiz Asımgül Yasin. Yuqori numar 10 numar bilan tuvan numar 9.8 numar ilib etilgandan keyingi oxirgi numari 9.85 numar. Mübarek olsun. Bizden 3. grupdaki 9. numurluk mayrimiz Ablacan Abdurrişit. Yuqori numar 10 numar bilan tuvan numar 9.8 numar ilib etilgandan keyingi oxirgi natija 9.187 numar.
Mübarek olsun. Muborak bo'lsin. Demek bizden 3. grupudaki keyingi basqışqa kirdigan Mahirmi tanlanıp oldu. Allaqachon tanlanib bo'ldi. Undaq bo'lsa, bizning oxirgi bosqichimizga kirgan Mahir oldingizga bir qadam mangan bo'lsangiz. Rozi Hoji, mübarek olsun. Bana unda bo'lsa Rozi Hoji, keyingi basqışqa tayyorlangan bo'lsangiz. Ürümçi romantik xalqaro sayohat şirketi sizlarning sayyoga 6 kunlik sayohatga o'rlashtiribdi. Qani, qabul qilgan bo'lsanglar. Bundan keyingi tekimiz zo'r uquqlarga mumkinlari bo'lsin. Rahmat. Qizg'in olqishlarimiz bilan o'sib qo'ygan bo'lsak, rahmat. Xo'sh, hurmatli televizor ko'ruvchilar, mana biz bugungi yillik hal qilg'uch musobaqaga qatnashadigan 9 mayir orasidan yana 3 mayirni qayta musobaqaga tanlab chiqdik. Demak, bugungi bu 3 mayir yillik hal qilg'uch musobaqadagi ya'ni O'zgul xalqaro so'lchaklik shirkati ta'minlagan avtomobilni talashidi. Shunda bayatın yaptı, musabaqa naiti keskin ilib berildi. Endi teximi keskin musabaqa halatiga keldi. Bayatın yaptı bizning 3 gruppadan tanlangan 3 mahirimiz endi o'zining nomerlarini ko'rsatdi. Shularning ichidan biz yillik cho'lpanni tanlab chiqamiz. To'g'ri. Demak bizniki mush tanlangan 3 mahirimizning zodi qaysi? Şinjan O'zgul xalqaro so'lchaklik shirkati ta'minlagan avtomobilni haydash huquqiga erishalaydi. Qaysi mahirimiz Dubayga, yana qaysi mahirimiz Turkiyaga sayohat kirgan bo'ladi? Undaqda tövəndə biz 3 mahirimizin nomerlarini
Azizane diyarne ziyaret kılgılı keldim kimin tangan makanımne ziyaret kılgılı keldim. Orada kebala tağım Karahan terkulu kaştan Tavab billen tedim cayni
ziyaret kıllı keldi. Bu diyardan kıyaş nuru kaçırdı, kıyaş nuru kaçırdı. Göz tanrına tanrı ziyaret kılmaya geldim, ziyaret kılmaya geldim. Muqam şeydası duyulan kurulsun sabreyi meşrer. Ekran sanatı ziyaret kılmaya geldim. Ekran sanatı ziyaret kılmaya geldim, ziyaret kılmaya geldim. Mana bizning eng oxirgi yillik cho'lponni baholash bosqichimi oxirlashish oldi turyapti. Albatta, yuqoridagi bizning 2-chi, 5-chi, 7-chi nomerlik mayirlarimizga baytimizdan bağlıqçı ustalarımız yuqori baholarni berdi. Endi biz navbatda mushu 3 mayirga baholıqçı ustalarni bevosita nomer qo'yishga taklif qilamiz. Undaq bo'lsa bağlıqçı ustalarımız bizning 3 mayirimizga ayrim nomer ko'rsatgan bo'lsanglar. Oldi bilan bizning 2-chi nomerlik mayirimiz Osmonjonga nomer ko'rsatgan bo'lsanglar. Eminjon Yusuf apandim 9.10.8 nomer. Abdurrahman Ayıp efendim 9.10.8 nomer. Abdülzirayim Erkel efendim 9.10.8 nomer. Hemragil Abdülkadir Muallim 9.10.9 nomer. Dilşat Raydın efendim 10. Hatta Rahim efendim 9.10.9 nomer. Arzugül Tursun hanım 9.10.9 nomer. Feride Mahmud hanım 9.10.9 nomer. Mevlunur Abdülhamid hanım 9.10.9 nomer. Aytullah Allah hanım 9.10.9 nomer. Şahzade Mehmet hanım 10 nomer. Abdurrahim Abliz efendim 10 nomer. Turgun Turahun efendim 9.10.9 nomer. Ferhat abi Çoğlan efendim 9.10.8 nomer. Mübarek olsun. Mübarek olsun Osman efendim. Hoş, undaq bo'lsa bağlıqçı ustazlar. Endi bizning 5-chi nomerlik mayirimiz Asiya İbrahim uchun nomer ko'rsatgan bo'lsanglar. Eminjon Yusuf efendim 9.10.8 nomer. Abdurrahman Ayıp efendim 9.185 nomer. Abdülzirayim Erkel efendim 10 nomer. Hemragil Abdülkadir Muallim 9.10.9 nomer. Dilşat Raydın efendim 9.10.9 nomer. Fattar Rahim efendim 10 nomer. Arzugül Tursun hanım 9.10.9 nomer. Feride Mahmud hanım 9.10.9 nomer. Mevlunur Abdülhamid hanım 9.10.9 nomer. Aytullah Allah hanım 10 nomer. Şahzade Mehmet hanım 9.10.9 nomer. Abdurrahim Abliz efendim 9.10.9 nomer. Turgun Turahun efendim 10 nomer. Ferhat abi Çoğlan efendim 9.10.9 nomer. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Hoş. Hem de biz 7-chi nomerlik mayirimiz Ro'z ağacının neticesini görüp bakaylı. Eminjon Yusuf efendim 9.10.9 nomer. Abdurrahman Ayıp efendim 9.196 nomer. Abdülzirayim Erkel efendim 9.10.9 nomer. Hemragil Abdülkadir Muallim 10 nomer. Dilşat Raydın efendim
10 numar. Hattar Rahim efendim 10 numar. Arzugül Tursun hanım 10 numar. Feride Mahmut hanım 10 numar. Mevlunur Abdülhamid hanım 10 numar. Aytullah Ala hanım 10 numar. Şahzade Mehmet hanım 10 numar. Abdurrahim Abliz efendim 10 numar. Turgun Turahun efendim 10 numar. Ferhat abi Çoğlan efendim 10 numar. Mübarek olsun. Demek, mana bir yılga so'zilgan jafolik, tanlash, shallash orqali eng oxirgi bizning yillik cho'lponimizmi maydonga keldi. Kelish oldi turyotidi. Shundoq. Sabirchanlik bilan natijani saqlaymiz. Sizning xizmatchi xodimlar natijani hisoblayotidi. Xo'sh, shunda bo'lsa bizniki eng oxirdagi bosqich qatnashgan 3 moyirimizning natijasi chiqibdi. Bizning 2-chi nomerlik moyirimiz, ya'ni Osmonjon Hamid afandim, yuqori nomer 10 numar bilan tuvan nomer 9.8 numar elib etilib, oxirgi natija 9.189 numar. Muborak bo'lsin. Bizning 5-chi nomerlik mahirimiz Asiya Ibrohim yuqori nomer 10 numar bilan tuvan nomer 9.8 numarni elib etgandan keyingi oxirgi nomeri 9.192 numar. Muborak bo'lsin. Bizning 7-chi nomerlik moyirimiz Ro'zvaji Abdurahmon yuqori nomer 10 numar bilan tuvan nomer 9.9 numar elib etilib, oxirgi natija 9.198 numar. Demek bizniki bu yillik cho'lponimiz barliq keldi. O bo'lsa 7-chi nomerlik moyirimiz Ro'zvaji Abdurahmon muborak bo'lsin. Bizning shu bugungi yillik musobaqamizdagi 2-darajaga erishgan mahirimiz 5-chi nomerlik mahir Asiya Ibrohim muborak bo'lsin. Bizning bugungi hal qilg'ich musobaqada 3-darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa 2-chi nomerlik mahirimiz Osmonjon Hamid afandim muborak bo'lsin. Rahmat. Bugungi yillik cho'lponmi maydonga keldi. U bo'lsa 7-chi nomerlik mahirimiz Ro'zvaji Abdurahmon muborak bo'lsin. Xinjiang O'zbekiston xalqaro so'z chekish shirkatining bosh direktori Yasinjon Muhammad afandimni avtomobilni haydash huquqini o'tkazib berish taklif qilamiz. Marhamat. Alkışlarda kökleydi nava